Salom klubnikalarim, arab raqsini o'rganishni davom etamiz. Sizlar bilan Ferida Kovach. Podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'sh, boshladik qizlarjonlar. O'tgan safargidagi dvijeniyalar sizlarga osonlik bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni qiynalmadinglar uncha deb o'ylayman. Endi keyingilarda sekin-sekin qiyinlashib boramiz. Birinchi dvijeniyani murakkab o'rganmasdan ikkinchisiga o'tishinglarni maslahat bermayman. Yaxshi o'rganib olgandan keyin bu videoni tomosha qilib, bunisiga o'tib, bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xo'sh, boshladik. Xuddi o'sha taz dvijeniyalaridan boshlaymiz, tazlarimizni ishlatishdan. Nimaga desanglar, arabcha raqsda asosan tazlarimiz bilan ishlaymiz. Ko'kraklarimiz qo'shimcha bo'ladi. Ko'kraklarimiz ko'proq o'ynab, tazimizni qimirlatmasak ham, bu o'sha arabcha raqs bo'lmaydi deb men o'zim hechni hisoblayman. Boshladik. Xo'p, tazlarimizni eng ko'p ishlatiladigan dvijeniyamiz bu. Hop, mana bu. Ya'ni bunda mana ko'proq ko'rsataman. Ya'ni bunda qizlarjonlar, ko'pchilik qizlar tazni o'zini ishlatmaydi-da, popasini chiqarishga harakat qiladi. Bo'tib popani ishlatmaymiz. Biz mana shu tazimiz bilan ishlashimiz uchun biz tizzalarimizni ishlatamiz. Ya'ni mana shu tizza biz tazlarimizni qimirlaydi. Popalarimizni, tazlarimizdan o'zini qimirlatmoqchi bo'lsak, biz o'sha butun tana bilan likillashni boshlaymiz. Tazlarimiz o'zi cho'tki qimirlashi uchun tizzalarimizni ishlatamiz. Ya'ni qanaqa? Hammamizning oyoq uzunligimiz har xil bo'ladi. O'sha oyoq uzunligimizga qarab nisbatan vot tak tizzalarimizni buqib olamiz. Tizzalarimizning o'zini mana galma-galdan ishlatamiz. Vot. Shu tizzalarimizni ishlatayotganimizga hisobiga bizani boksamiz qimirlab beradi. Ya'ni qizlar, men tizzamni tikka turib, ushab turib, popamni mana bunaqa qilayotganim yo'q. Ya'ni chiroyli turib olamiz, yelkalarimizni tekis qo'yib olamiz. Tizzalarimizni nomiga buqib olib, tizzalarimizni galma-galdan qimirlatishni boshlaymiz. Ana o'shanda tizzalarimiz evaziga boksalarimiz qimirlaydi. Mana shuni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Mana yonmonchasidan yana sizlarga qaytarib ko'rsataman. Mana. Tak, mana shuni yaxshilab o'rganib olganingizdan keyin buni tezlatganingizda mana shu traskamiz paydo bo'ladi. Shotgacha videoni ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'p, mana shu tizzalarimiz bilan, ya'ni ketma-ketlikda tizzalarimizni yaxshilab ishlatishni o'rganib olganimizdan keyin uni shunaqa tezlatsak, mana shu traskamiz paydo bo'ladi, qizlar. Ya'ni ahamiyat bergan bo'lsanglar, men yelkalarim, tepa qismim umuman qimirlayotgani yo'q, faqat boksalarim qimirlayapti. Bu uchun biz o'zi yelkamizni o'zini tochkasiga qo'yib olishimiz kerak, tizzalarimizni buklagan holda. Vot. Mana shundan keyin biz tizzalarimizni ishlatganimizda mana bunaqa holat bo'lishi kerak emas. Ya'ni sakrashimiz kerak emas biz. Yelkalarimiz o'zini tochkasida turadi, faqat tizzalarimiz ishlashi kerak. Mana bunaqa qilsanglar, mana bu juda ham xunuk ko'rinadi. Ya'ni bu qanaqa? Ko'rasizlarmi? Tizzalarimizni ishlatganimizda faqat boksalarimiz qimirlashi kerak. Qizlarjonlar, agar kommentariyada sizlarga meni tushunish qanaqadir qiyinroq bo'lsa yoki yanada ochiqroq qilib tushuntirib berish kerak bo'lsa, kommentariyada yozib keting va men yanada sizlarga tushunarliroq qilib o'rgatishga harakat qilaman. Agar arab raqsi bo'yicha ko'proq kontentlar ko'rishni xohlasanglar, hozir men sizlarga Instagram stranичкамni отметка qilib ketaman. O'sha yerda Instagramimga ham o'tkazsanglar bo'ladi. Mana shu arabcha raqsda ishlatadigan, ya'ni belimizga taqib shu narsa bilan raqsga tushamiz. Mana shu haqida ham sizlarga ozgincha ma'lumot bergim kelib ketdi. Xo'sh, qizlarjonlar, bu bizga birinchi o'rinda boksalarimiz qimirlaganda shaqillash evaziga bizda yanada ishonch ortadi. Bizning raqsimizga chiroy, joziba beradi.
Bu narsani o'zingizlar uyda shug'ullanayotgan bo'lsanglar, uyda o'rganayotgan bo'lsanglar ham olishinglarni tavsiya qilaman. Nimaga desanglar, mana shuni har bitta shiqillashiga sizlar o'zingizlar yanada o'zingizlarga ishonch, yanada "Vo, menda o'xshayapti-yu, qimillayapti-yu" degan narsani beradi-da. Bugunchalik videomiz shu edi. Sizlar bilan Ferida Kovaч bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.